Azizlar, bugun hayotimdagi eng muhim qarorlardan birini qabul qildim va boya aytganimdek, O'zbekistonda yagona bo'lgan ayol jamoasidan tashkil topgan plastik jarroh Nilufar Rahmatovani yonlariga keldim. Hozir ular bilan kichkinagina konsultatsiyani amalga oshiramiz va ertaga Xudo xolasa operatsiya bo'lib o'tadi. Operatsiyaga ham aynan shu yerga tashrif buyuramiz. Hozir esa Nilufar opa bilan sizlarni yaqindan tanishtiraman. O'z ishini ustasi Nilufar Rahmatovani oldilariga yetib keldim. Nilufar opa, o'zimni sizni qo'lingizga topshirgan holda, jamoangizga topshirgan holda, demak, hozir konsultatsiyani boshlaymiz. Ko'rigingizdan o'taman. Hamma tavsiyalarni menga berasizlar va albatta sizlar bilan ozgincha bu narsani bo'lishamiz. Demak, kuzatishda davom etinglar. Xo'sh, Nilufar opa, ertaga men nima qilishim kerak va nimalar bo'ladi? Hurmatli obunachilar, Nigoraxon demak juda ham ko'p fitness bilan shug'ullanganlar, правильный питаниeni hozirgacha olib boradilar, lekin baribir bir nechta tug'ruqlardan keyin qolgan qorin hamda ortiqcha yog', teri osti yog' qavatlarini liposaksiya hamda abdominoplastika amaliyoti bilan chiroyli holatga, ya'ni figurani korreksiya qilish amaliyotini o'tkazib bersak, yanada yaxshiroq bo'ladi. Bu qarorni juda ham uzoq vaqtlar davomida qabul qilishga qiynaldim, lekin oxiri oqibat baribir bo'lmadi. Sababi juda ham mana Nilufar opam aytganlaridek, haqiqatdan fitness deysizmi, правильное питание, ya'ni har xil diyetalar, hammasini qilganman. Ko'rib turganingizdek, vazn jihatidan juda ham ko'p joyimda ortiqchalik, ya'ni qudaysizlik, noqulayliklar bo'lmasa-da, lekin aynan qorin qismida, qorin sohasida juda ham qiyin, umuman ketkazib bo'lmaydigan ortiqcha yog'lar, ortiqcha terlar, tug'ruqdan so'ng keyin qolgan ortiqcha o'sha noqulayliklar juda ham ko'p. Shu sababli eng aqlli qarorimdan bittasi shu bo'ldiki, Nilufar opam oldiga kelish. Va ishoninglar, shunaqa Allohdan so'ragan edim, aynan jamoalar faqat ayollardan tashkil topgan bo'lsa-da, erim bittada aytganimda xo'p bo'ladi desalar deb. Hozirda turmush o'rtog'im o'zlari aytdilar, bu narsani ham aytib o'tib ketish kerakmi? Shu narsani aytingki, ayollar bemalol Nilufar opamga murojaat qilib, turmush o'rtog'ingiz xotirjam bo'lsa bo'ladi. Hamma jamoa ayollardan tashkil topgan, hech narsadan qo'rqmagan holda o'zingizni shu Nilufar opam jamoasiga qo'llariga topshirsanglar bo'ladi. Xuddi menga o'xshab. Ana endi bu do holatim, hali do holatim yana ko'rasizlar yaxshilab. Postli holatda siz bilan albatta ko'rishguncha.